Allah'ını bilish. Asonlashtirilgan iymon yurishligi birinchi qism. Ikkinchi nashri. Abduri Muhammad al-Jibali. Üçüncü bab Allah'ın isim sifatları. Allah'ını tanışның usulları. Allah'ını Kur'an, sünnet arqılıq tanış. Biz Allah Subhanahu ve Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki özü hakkındaki bayanları ve Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisleri arqılıq bizge bildirgen malumatlardan Allah Subhanahu ve Teala hakkında çoğunqur düşüncege ega bola alaymiz. Biz Allah Subhanahu ve Teala'nın isim sifatlarini mu Kur'an sünnetini öğrenimiz. Allah özünün Kur'an sünneti bayan kılıngan en güzel isimleri ve en mükemmel sifatları arqılıq tanılıdı. Bu isim sifatlar bizni Allah hakkında bilişimiz kerek bolgan barcha bilim bilen ta'minlaydi. Allah'ni mahlukatları arqılıq tanış. Biz yine dünyadaki Allah yaratkan kattı şeylerini köygünümüzde şula arqılıq Allah Subhanahu ve Teala hakkında nurgun düşüncelerge ega bola alaymiz. Allah'ni to'g'ri tanışның muşundaq ikkili yolu var. Allah'ın mahlukatlari hakkında tefekkür qilganimizda biz onun ulug'liqini bilalaymiz. Çünkü o biz ko'rib turgan muşuncha vala bepoyon ve gayet zo'r olamni yaratgan. Biz onun ilminin cheksiz ekanligini bilalaymiz. Çünkü o nima qilish kerakligini eng yaxshi bilguchidir. Biz onun rahim shafqatining cheksiz ekanligini bilalaymiz. Çünkü o bizga ve bütün mahlukatga ko'ynidi. Ularni parvish qiladi. Biz Allah'ın cheksiz hikmet sahibi ekanligini bilalaymiz. Çünkü Allah hamma ishni en mükemmel şekilde qilguchidir. Allah'ın güzel isimleri. Allah'ın isimleri tamamen güzel ve mükemmel bo'lg'achqa en güzel isimlar deb atıldı. Allah'ın güzel isimleri Kur'an ve sahih sünneti bayan kılıngan. Hiç kimnin Allah için isim icat kılış hakkı yok. Allah'ın isimlerinin sani. Allah Subhanahu ve Teala'nın güzel isimleri nurgun bulup, onun sanini fakat Allah özü bildi. Allah ulanın arasındaki yüzdün köprekini Kur'an, sünnet arqılıq bizge bildirgen. Biz Rabbimizni tanış üçün onun isimlerini imkaniyetimizden yetişçe köp öğrenişimiz gerek. Allah'ın bizge ma'lum bo'lgan isimler arasında alohida ta'kidlangan ismidan 99'u var. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayet kılıngan hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam şundaq degan. Tercümesi hakikaten Allah'ın bir kem 100 yani 99 ismi var. Kim ulanı sanısa yani ügünüp şunun takazzası boyunca amel qilsa cennetga kirdi. İmam Bukhari ve İmam Muslim toplagan. Allah Subhanahu ve Teala'nın 99 ismini sanaş, ulanın sanını sanap koyuşunu kösetmezden, birinciden ulanı bilişni, ikinciden ulanın ma'nisini düşünüşni, üçüncüden ulanı bilgenge ve düşüngenge layık şekilde yaşaşını köstüdü. Mesela biz Allah Subhanahu ve Teala'nın Es-Sami' yani anlıqçı ekanligini bilginimizde onun barcha mahlukatının her qandaq vaqtdagi, her qandaq joydagi ovozini anglaydiganligini tushunamiz. Ana shu chaqda biz yolg'onchilikdan ve yaman so'zlarni qilishdan hazar qiladigan
Faqat Allohni rozi qiladigan gap so'zlarni qiladigan bo'lamiz. Alloh xolasa ana shu ravishda biz Allohning ismini to'g'ri sanagan ahso bo'lamiz. Allohga nisbat berilgan ba'zi xato ismlar. Biz tamlog'i esib qo'yiladigan yoki Qur'onning ichi muqovalariga besiladigan Allah subhanahu va taolaning 99 ismi yozilgan jadvallardan ehtiyot qilishimiz kerak. Bu ismlarning ba'zilari Qur'ondan elingan bo'lg'achqa to'g'ridir. Ammo 99 ismni o'z ichiga olgan ashu jadval daif hadisga asoslanganlik uchun xatodir. U jadvalda ma'nosi to'g'ri bo'lmagan ba'zi xato ismlarmi bor? Şuna biz atrofimizdagilarga ashu jadvaldan ehtiyot qilishni va bu jadvallarni uylarning, masjidlarning tomlariga osmaslikni jikilishimiz kerak. U jadvaldagi yana bir masala shuki, ba'zi kishilar ashundaq jadvalni tomga esib qo'yishni hadisda buyurilganidek Allohning ismlarini sanaganlik deb o'ylab oladi. Bu tamamen xatodir. Allohning ismlarini sanashning ma'nosi buningdan bakli keng bo'lib, yuqoridami bayon qilganimizdek Allohning ismlarini sanash deganlik bütün hayotda shu ismlarning taqozzosiga ko'ra yashash deganlikdir. Qur'on, sahih sunnatdan elingan ba'zi to'g'ri ismlar. Allah subhanahu va taolaning go'zal ismlarining ba'zilari tövendeki jadvalda ko'rsatilgan. Allah tercümesi ibadatga loyiq birdan bir haqiqiy iloh. Ar-Rabb, Rabb barcha shayning egisi va tizginlug'ichisi. Ar-Rahman eng mehribon. Ar-Rahim Rahim şefqatiga loyiq bo'lganlarga rahim qilg'uchi. Al-Malik haqiqiy podshoh. Al-Quddus pok, eng mukammal, zinhar xatolik o'tkazmaydigan zot. Assalam tinch omonlik ato qilg'uchi. Al-Mu'min xotirjamlik bag'ishlig'uchi. Al-Muhaymin maxluqotning holidan xabar olg'uchi. Al-Aziz qudrat va shon sharaf sohibi. Al-Jabbar eng qudratlik. Al-Mutakabbir eng oli, eng ustun. Al-Xoliq yaratquchi. Al-Bari paydo qilg'uchi, yaratquchi. Al-Musavvir hamma narsani shaklga kirgizguchi. Al-Hakim cheksiz hikmat sohibi. Al-Alim hamma narsani bilguchi. Al-Basir hamma narsani ko'rguchi. As-Sami' hamma narsani anglag'uchi. Al-G'afur afu qilg'uchi. Al-Hayy mangu hayot. Al-Qayyum maxluqotning bütün ishlarini tizginlab turg'uchi. Al-G'ani hech kimga ehtiyoji yo'q. Al-Vadud haqiqiy mu'min bandalarni yaxshi ko'rguchi. Al-Vahhab ato qilg'uchi, berguchi. Al-Qadir hammaga qodir. Al-A'la eng ustun, oli. Al-Ahad yegana tangdishi yo'q zot. As-Samad hamma uningga muhtoj bo'lgan, u hech kimga muhtoj bo'lmaydigan zot. Allohning sifatlari eng kattadir. Biz ularni Allohning oliy sifatlari deb ataymiz. Allohning har bir ismining ma'nosi bor va shu ma'no bizga
Allah'ın ma'lum bir sübtini bildirdi. Günah ve küfrini öç körgüçi. Barlık yaxşılıkını yaxşı körgüçi. Qattiq azaplıgıçı. Afu kılgıçı. Alim. Katta. Mehriban. En üstün. Ali. Hikmetlik. Anlıgıçı. Adil. Körgüçi. En şefkatlik. En kudretlik. Mengü hayat. Allah subhanahu ve Teala'nın onun isminden kelip çıkmagan, yani Kur'an sünnette bivasite süpet şekilde bayan kılıngan süpetleri mi var? Ama onun barlık süpetleri çokum Kur'an ve sahih hadislerden iliniş gerek. Allah özü hakkında başka her kandak birinden alimdir. O özünün süpetlerini toluk bildiğin ve bizge onu eğitip bereleydiğin birden bir zattır. Allah'ın süpetlerinden bazıları yukarıda gösterildi. Biz Allah subhanahu ve Teala'nın süpetlerini biliş arkalık onu nihayeti yaxşı tanıyalayımız. Biz Allah'ın hayat ikenlikini, çeksiz kudret, ilim, hikmet sahibi ikenlikini bileleyimiz. Biz yine onun cazasının qattiq ikenlikini, yaxşılıkını yaxşı görüp, yamanlıkını öç körüdüğanlıkını bileleyimiz. Biz keyinki babda Allah subhanahu ve Teala'nın süpetleri hakkında teximi tefsili toxtalımız. Allah'ın süpetlerini qandaq düşünemiz? Biz Allah'ın süpetlerini okugan yaki ügengende, bu süpetlerinin Adem yaki başka məxluqlarının süpetiga oxşamaydiganlıqını her vakit esimizde saqlashimiz gerek. Hamma məxluqatni Allah yaratgan. Şundaqla onun məxluqatları onunğa oxşamaydı. Allah bizning yaşayışımız üçün zörür bolgan yemek-içmekliklerini yarattı. Lekin u özü hiç qandaq yemek-içmekka muhtaç emas. Allah subhanahu ve Teala bu vaqtda mundaq deydi. Tercümesi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu müşriklarga aytqin ki, asmanlarni, zeminni yo'qdan bar qilg'uchi Allohdan g'ayrini ma'bud tutamdim. Allah rızıklandırdı, rızıklandırılmaydı. Yani rızıkka muhtaç emas. Sure En'am 14. ayet. Allah bizning ve başka məxluqatning işlerini bir taraf qilishda xotinga, balaga, yordamchiga muhtaç emas. U en kudretlidir ve her qandaq ishni o'zi yolg'iz ro'yobga chiqara oladi. U mundaq deydi. Tercümesi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, o Allah birdir. Hamma Allah'a muhtaçdır. Allah balı tapqanmı emas, tug'ilganmı emas. Hiç kişi onunla tengdaş bulalmaydı. Sure İhlas 1. ayetinden 4. ayetigacha. Şu veciden biz Allah'ın en ulug ve en kudretli ikenligiga, onun süpetlerinin mu en ali ikenligiga, bu süpetlerinin Allah'ın məxluqatlarının süpetiga oxşamaydiganligiga iman etimiz. Allah subhanahu ve Teala mundaq deydi. Tercümesi: Hiç şeyi Allah'a oxşaş emasdır. Allah hemmini anlap turgucudur, hemmini körüp turgucudur. Sure Şura 11. ayet. Allah'ın isim süpetlerini bilişinin paydaları. Ulug Rabbimiz Allah'ın isim süpetlerini biliş, bizning onu teximi yaxshi tanishimizga yordam qiladi ve Allah'a en to'g'ri şekilde qulchilik qilishni bizga o'rgatadi.
Allah'ның isim sübetlerini bilish bizning uning ulug'ligini va hamma narsaga qodir ekanligini tushunishimizga yordam berdi. Bu ham bizga o'zimizning ne kadar ojiz ekanligimizni, Allohga ne kadar muhtoj ekanligimizni bildirdi. Allah'ның isim sübetlerini bilish bizga Allah'a qarata ado qilishga tegishlik majburiyatlarimizni, ya'ni Allah'ның nimalardan rozi bo'lib, nimalarga g'azablanadiganligini o'rgatdi. Biz ham shu orqali Allah'ni qandoq rozi qilishni, qandoq qilganda uni g'azablantirmaslikni o'rganib olaymiz. Allah'ның isim sübetlerini bilish bizni Allah'ның katta mukofotlari va alamlik azoblardan xabardor qiladi. Biz shu orqali yaxshilik ustida turganimizda Allohdan nimalarni kutsak bo'ladiganligini, shundaqla nachar kishilarning Allohning qandoq jazosiga uchrashi mumkinligini bilib olamiz. Allohning ism sifatlarini bilish Allohga hurmat, ehtirom va kamtarlik bilan yelinishimizga yordam qiladi. Biz Allohga uning go'zal ismlari orqali duo qilamiz. Chunki biz Allohga cho'qim nihoyatda tuvanchilik bilan duo qilishimiz kerak. Eng muhimi, yuqorida bayon qilingan hadisdan o'rganib olganimizdek, biz jannatga kirish uchun Allohning ismlarini o'rganishga muhtojmiz. Allohga bo'lgan haqiqiy iymonning turtkisida biz yaxshi va baxtli yashay olamiz. Boshqalarning yaxshilikqa noil bo'lishini umid qilib, hasadxo'rlikdan, yolg'onchilikdan, shaxsiyatchilikdan va boshqa nachar illatlardan nafratlanamiz. Biz cho'qim Alloh qarta ashundoq haqiqiy iymonga ega bo'lishimiz va uni boshqalarga o'rgatishimiz lozim. Shunda qilsak, Allohning diniga yordam bergan bo'limizda Allohning yordamiga noil bo'la olamiz. Chunki Allah subhanahu wa ta'ala shundoq degan. Tarjimasi: kimiki Allohning diniga yordam beradigan, Allah onunğa çoxum yordam berdi. Allah albatta eng kuchlidir, mutlaq g'olibdir. Sura Haj 40-oyat. Bilmaydiganlar. Allah subhanahu wa ta'ala to'g'risidagi bilimlar intayin oddiy va ro'shandir. Ya'ni bu ilm ko'zi haqni ko'rishdan ko'r bo'lib qolmagan, qalbi quluplanib ketmaganlar uchun to'limi ro'shandir. Nurg'un kishilarning buni bilmasligi odamni hayron qoldirdi. Ular Allohning o'zlarining yaratquchisi va egisi ekanligini bilmaydi. Ular Allohning o'zlarini yo'qdan bor qilganligini bilmaydi. Ular Allohning o'zlariga kuyindiganligini, ularga hayotlik, sog'lomlik va yemek-ichmek beradiganligini bilmaydi. Ular o'zlarining faqat Allohga ibodat qilishga muhtoj ekanligini bilmaydi. Ular o'zlarining nima uchun yaratilganligini, nima uchun yashaydiganligini, shundaqla o'lgandan keyin qayerga boradiganligini bilmaydi. Yuqorqilardan bexabar kishilar o'z hayotini yeb ichish, uxlab qo'pish, arzimas kayf safo ko'ngil etishlar bilan isrof qilib tugatadi. Ular favqulodda shaxsiyatchi kishilardir. Ana shular o'z hayotida o'z nafsini qondirishninla halakchiligida yurib, hech qanday yaxshilik qilmaydi. Allah subhanahu wa ta'ala tuvendiki oyatning keyingi yerimida bizga mushkul kishilardan xabar berib shundoq deydi. Tarjimasi: shubhisizki Allah iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Kafirlar hayoti dunyoda uning lazzatlaridan bahramand bo'ladi va
chahar payladek yeb ichidi. Oxiratda ularning joyi davzax bo'ladi. Sura Muhammad 12-oyat. Bundaq kishilar yaxshi yomonni ayriy olmaganlikdan dunyoda fitna fasod va buzg'unchilik paydo qildi. Ular qaysi ishlarning Allohni g'azablantiradiganligini, qaysi ishlarning Allohni rozi qiladiganligini bilmaydi. Ular o'zini hidoyat qiladigan Allohni tonimaganlik uchun nishonsiz tingirqab yurishidi. Yer sharidagi kishilarning ko'pinchisi ana shu shaklda yashaydi. Ular Allohning ma'rifati va hidoyatidan qochidi. Allah buyurgan ishni qilmaydi. Ular kafirlardir. Allah subhanahu va taala bizni ularga o'xshab qolishdan o'z panohida saqlag'ay. Amin.